Beijing doiralarining Uyg'ur va boshqa musulmonlarga yurgizayotgan siyosatlari sababli Xitoy bilan Amerikaning orasida yuz berayotgan jiddiychilik Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga kengaydi. Yerli xalqlarning huquqlarini qo'g'dash munbiri a'zolarini belgilaydigan saylamdan burun so'z qilgan Amerikalik diplomat Courtney Nemov Uyg'urlarga qilinayotgan zulmning Beijingning bu munbarga qatnashish yoki qatnashmasligidagi belgilaguvchi omil bo'lishi kerakligini aytdi. Nemov 1 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa musulmonlarning lagerlarda tutilishi, majburiy emgakka selinishi va qiyin qistoqqa uchrashi Amerikani qattiq andishiga selayotdi dedi. Va a'zolardan saylamda bu nuqtani nazarga ilishni talab qildi. Uning so'zlariga g'azablangan Xitoy vakillari munbarga chiqib, Nemovni Xitoy haqida xato ma'lumot berish bilan aybladi. Sharqi Turkistonda xalqning diniy va milliy kimligini yo'qotish siyosatini davomlashtirayotgan Xitoy, turk va islom dunyosining parvosizligi va marhamatsizligidan texmo jasoratlanib, paskashlik qilmoqda. Uyg'urnet to'g'rining xabar qilishicha, Sharqi Turkistonning muhim tarixiy markazlaridan biri bo'lgan Xotan viloyatining Guma noyasida doiralar kollektiv murosimi o'tkazib, Uyg'ur qizlarini Xitoylar bilan majburiy to'y qilg'izgan. Xitoy taratqullarining xabarida bu kollektiv to'y murosimining jushqun bir kayfiyatda o'tkazilganligi hamda buning millatlar ittifoqligi va do'stligining bir namoyandasi ekanligini ilgari surilgan. Amerika bilan Xitoy orasida savdo sohasida surkilish yuz berayotgan bir paytda Amerika Avam palatasi Tayvanni qo'llaydigan bir qonun loyihasini ma'qulladi. Bu qarorning ma'qullanishi Xitoyning noroziligini qo'zg'adi. Ovoz berishga qatnashgan 414 nafar parlament a'zosining qo'llashiga erishgan bu qarorda Amerikaning Tayvanga bergan ahdnomalarini davomlashtirishi chaqiriq qilingan. 1949-yili Kompartiya Xitoy Xalq Jumhuriyatini qurganligini e'lon qilgandan keyin millatchi Kuomintang Tayvanga chekinib o'z hokimiyatini qurgan edi. Beijing bo'lsa Tayvanni o'zining ma'muriy tavallikidagi bir o'lka deb qaraydi. Tayvanda Xitoy va uning alohida ma'muriy rayonlari bo'lgan Hong Kong va Oman bilan maxfiy hamkorlashish, davlatga xiyonat qilish jinoyati doirasiga kirgizildi. Tayvan Markaziy agentligining xabar qilishicha, Tayvan qonun mahkamasi vatanga xiyonat qilish jinoyatining aniqlamasidagi dushman davlatlar bilan maxfiy hamkorlashish degan ifoda doirasiga Xitoy bilan Hong Kong va Omanni kirgizdi. Tayvandagi Xitoy Jumhuriyati asosiy qonunda Xitoy chet el davlati deb bekitilmagan bo'lg'achqa, Xitoy va uning alohida ma'muriy rayonlari dushman davlat deb qaralmaydi. O'zgartish kirgizish orqali bu aniqsizlik hal qilinib, bu haqda ayblashga yo'l ochildi. Isroiliya bosh ministri Benyamin Netanyahu atdigan bu yerga kelgicha Eronning yadro qurilishini davomlashtirishni planlaganligini angladim. Eronning yadro quroliga erishishga yo'l qo'ymaymiz. Bizni o'ltirmoqchi bo'lganlar bilan davomli urush qilamiz dedi. Eronning qaroridan keyin Angliya, Fransiya, Ispaniya, Rossiya va Xitoy bu haqda bayonot e'lon qildi. Amerika bo'lsa Eronga qarata yangi embargo yurgizish qarori oldi.